Jigarli. Noyabr keldi, o'sha havo sovib ketdi. Tezroq pechkalarni o'rnatish kerak. Bo'lmasa bolalar shamollab qoladi. Ilhom aka, pechka yo'qsham jonga tegdi-da aka. Jonga tekkan bo'lsa, ataplaniya qildiring, batareya o'rnating yoki teoplipol qildirish kerak deb o'ylayman. Teoplipol qilib batareya o'rnatadigan bo'lsa, qanaqa kotol desdimiz uni? Ishonchli kotollar bormi aka? Ko'mir kotollar trendda. Yanvar oyidan boshlab gazsiz joylarga elektr 50% arzon bo'lar ekan. Yosh bolalar bilan kattalarga elektrda isitib, o'zimiz o'tin yoqamiz. So'zingdek so'zlari dono, borligiga ishonmasman.